Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Navbatdagi generatorlarimiz komplekt holatda 11-15 motorlariga qo'yib, ramalar bilan komplekt holatda qilib berildi. Akamlarga diyor aka, bu apparatimiz Namangan Uchqo'rg'on tumaniga sotildi. Sertifikatlari bilan qilib berdi. 20 kilovatli misatmotkali Averli variantda motorlarni 11-15 holatda qilib berdi akalar. Statorli bo'ladi. Garantiyalari 6 oydan 1 yilgacha qilib beriladi. Ramalar o'sha qalin holatdagi ramalarga o'tirgizib berdi akalar. Komplekt holatda narxlari akalar $1300 ga baraka bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor. Bemalol nomerlarimiz video tagida bo'ladi. Aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. Ko'rishlari mumkin komplekt holatda ключ naborlari bilan. Undan tashqari motorlarimiz ham alohida sotuvda mavjud bo'ladi. Bemalol motorlarni ham xarid qilsalaring bo'laveradi. 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin hollarda dastavkalari bilan qilib beramiz. Statorlari ham o'ziga o'rnatib qo'yilgan. Agar akkumulyatorlarini qo'yadigan bo'lsalaring, kalitga zavod bo'ladigan variantda bo'ladi. Mana ключ naborlari xuddi shunaqa variantda holatda bo'ladi. Kimga shunaqa generatorlar, sunasozlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ramalarga o'rnatib, olib borib ishlatib berish xizmatimiz ham bor. Ularning narx-navolari alohida hisoblanadi. Bemalol kelib do'konimizdan olib ketishlari mumkin. Dastavkalari ham mavjud bo'ladi.